Assalomu alaykum nemis tili o'rganuvchilari. Sizlar bilan nemis tili grammatikasini o'qishda, o'rganishda davom etamiz va bu videomizda sizlarga men verb mit prefix, ya'ni oldi qo'shimchali fe'llarni tushuntirib bermoqchiman. Aytishingiz mumkin, fe'llar oldi qo'shimcha bilan ham keladimi, ya'ni oldi qo'shimcha ham qo'shamizmi? Albatta, nemis tilida oddiy fe'llar bor, ya'ni oldi qo'shimchasiz. Masalan, kaufen, stehen, oldi qo'shimchasi qo'shsak, masalan, kaufenga ein qo'shsak bo'ladi, einkaufen. Stehenga auf qo'shsak bo'ladi, aufstehen. Va bu so'zlarimiz, yangi oldi qo'shimcha qo'shgan so'zlarimiz eskisidan farq qiladi ma'no jihatdan. Endi sizlar bilan buni strukturada ko'rib chiqamiz, ya'ni grammatikasini. Xo'p, verben mit prefix asosan ikkiga bo'linadi. Birinchisi trennbare verben, ya'ni ajraluvchi, trennen degani ajratmoq degani. Trennbare verben ajraluvchi fe'llar va nicht trennbare yoki untrennbare verben deymiz, ajralmaydiganlar. Xo'p, trennbaredan boshlaymiz. Keling, misolda bitta ko'rsataman va tushuntirishga harakat qilaman. O'sha aytgan misolimiz einkaufen. Einkaufen, ya'ni kaufen bu asos fe'limiz va unga oldi qo'shimcha ein qo'shyapmiz. Gapda qanaqa bo'ladi bu? Ich kaufe jeden Tag ein. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, oldi qo'shimcha ein gapning oxiriga ketyapti. Fe'lning asosi ikkinchi o'rinda qolyapti. Va mana shuning uchun ham bu fe'llarimiz biz ajraluvchi fe'llar deymiz. Ya'ni ular gapda kelganda ajraladi. Oldi qo'shimchasi gapning oxiriga boradi. Har doim u darak gapda ham, so'roq gapda ham, inkor gapda ham hammasida o'sha oldi qo'shimchasi oxirgi gapning oxiriga boradi. Xo'p, ich kaufe jeden Tag ein. Men har kuni bozorlik qilaman, har kuni xarid qilaman. Keyingisi, steht immer 8 Uhr auf. Ya'ni aufstehen degan fe'limiz. Stehen degani turmoq. Ich stehe, men turibman. Lekin aufstehen ertalab o'rnidan turmoq, uyg'onmoq degani. Demak, bu gapimizning tarjimasi steht immer 8 Uhr auf desa, u har kuni 8 da, ya'ni har doim 8 da uyg'onadi, kelib chiqyapti. Va ko'rib turibsizlar, auf oldi qo'shimchasi gapning oxiriga boryapti. Keyingi fe'limiz anrufen. Anrufen telefon qilmoq degani. Rufen o'zi fe'l chaqirmoq, lekin anrufen bo'lsa telefon qilmoqga ketadi. Xo'p, misolimiz Sie rufen mich an. Ular menga telefon qilishyapti, Sie rufen mich an. Ular menga telefon qilishyapti. Anrufenda an oldi qo'shimchasini biz gapning oxiriga olib boryapmiz. Xo'p, endi o'sha oldi qo'shimchalar, ya'ni ajraluvchi oldi qo'shimchalarni bizda nimasi bor? To'liq yozib chiqqanmiz, o'shalarni keling bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Auf, an, aus, ein, mit, zurück, nach, vor, los, ab, fern, zusammen. Ya'ni bu oldi qo'shimchalarni fe'llarga qo'shsangiz, ya'ni oddiy qo'shimchasiz, oldi qo'shimchasiz fe'llarga qo'shsangiz, yangi ma'no kelib chiqadi, yangi fe'l kelib chiqadi. Keling, misolda so'roq gaplar qanday tuziladi, ajraluvchi fe'llar bilan va inkor gaplar qanday tuziladi. Bularni ham ko'rib qo'yamiz. Xo'p, agar so'roq gap tuzmoqchi bo'lsak, biz har doimgidek nima qilamiz? Agar u ja nein frage bo'lsa, biz ikkinchi turgan fe'lni birinchiga olib qo'yamiz. Shun bilan hammasi tamom. Ya'ni ausgehen, gehen yurmoq, ausgehen tashqariga chiqmoq. Ya'ni birorta bir foydali yoki dam olish uchun kinoga, muzeyga, ya'ni tashqariga chiqmoq degan ausgehen. Gehen Sie mit uns aus? Biz bilan tashqariga chiqasanmi? Ya'ni bu yerda ham e'tibor bering, ausgehen'da aus oldi qo'shimchasi savolimiz oxirida turibdi. Aus bo'lib. Fe'limiz birinchiga o'tgan, olmoqchimiz ikkinchiga o'tgan. Yana bitta misol, abholen. Holen ushlab turmoq, ya'ni ushlamoq. Abholen kimnidir qayerdandir olmoq. Ya'ni men aeroportda turibman, meni ol desangiz, o'sha so'zimizning tarjimasi kelib chiqadi. Holst du mich ab? Meni olasanmi? Qayerdandir, aeroportdan yoki kafedan, mashinada kelib olasanmi desangiz, shunaqa bo'ladi. Xo'p, bu yerda ham fe'l birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda olmosh va har doimgidek oldi qo'shimchamiz oxirida va keyin Fernsehen. Fernsehen, zeyn ko'rmoq, Fernsehen televizor ko'rmoq degan. Ko'ryapsizmi, qanchalik ma'no o'zgarib ketyapti. Lekin bu yerda endi ja nein frage emas, v frage, ya'ni wann savol so'zi yordamida gap tuzganmiz. Wann sehen Sie fern?
Bunaqa gaplarda birinchi o'rinda v fragi turadi, ya'ni wli so'z van, undan keyin fe'l ikkinchi o'rinda keladi, van zeyin, undan keyin ega, ya'ni van zeyin zi fe'l. Har doimdek oldi qo'shimchamiz gapning oxirida. Endi esa inkor gapni ko'rib chiqamiz. Zurückkommen, kommen kelmoq, zurückkommen qaytib kelmoq orqaga. Kommt nicht zurück. U orqaga qaytib kelmadi. Nicht qayerda turibdi? O'rtada, ya'ni o'sha fe'l bilan uni qo'shimchasini oldi. Ya'ni oldi qo'shimchasini oxiriga qo'ydik, ikkalasining o'rtasida. Keyingisi vorbereiten. Vorbereiten tayyorlanmoq degani. Sie bereiten nicht vor. Ular tayyorgarlik ko'rishmayapti. Bu yerda ham bereitenni qo'ydik, for oxiriga ketdi. Qoida shu. Losfahren, biror joyga chiqib, ya'ni sayohatni boshlamoq, mashinada chiqib ketmoq qayergadir. Wir fahren nicht los, biz chiqib ketmayapmiz, ya'ni yo'lga chiqib ketmayapmiz degan ma'noda. Umid qilamanki, juda ham zo'r tushundingiz. Siz uchun bu yerda eng oson narsa siz shunchaki o'sha shu oldi qo'shimchalar bilan yasalgan fe'llarni oddiy gaplarda, darak gap bo'ladimi, inkor gap bo'ladimi, yoki so'roq gap bo'ladimi, oldi qo'shimchasini gaplarning oxiriga qo'yasiz. Oxiriga. Tushunarli. Keyingi tur fe'limiz untrennbare, ya'ni ajralmaydigan. O'zini nomidan bilib turibsiz, bu fe'llar ajralmaydi. Ularning oldi qo'shimchasi bo'ladi, lekin gapda ajralmaydi. Masalan, verkaufen. Verkaufen, ya'ni bu yerda kaufen sotib olmoq bo'lsa, verkaufen oldi qo'shimchasini qo'shishimiz bilan ma'no yana o'zgaradi. Verkaufen sotmoq degan. Lekin gapda oxiriga bormaydi. Ya'ni verkauft sein Handy. U o'zini telefonini sotyapti. Xo'p, bu yerda oldi qo'shimcha o'zini oldida turibdi va qanday holatda bo'lsa fe'l, o'shanday holatda tuslanyapti. Yana bir misol, bekommen, ya'ni olmoq biror narsani degani. Sie bekommen eine gute Noten. Ular yaxshi baholar olishadi. Keyingisi empfehlen. Empfehlen maslahat bermoq. Fehlen fe'liga oldi qo'shimchasi qo'shilyapti. Maslahat bermoq. Ich empfehle das nicht. Men bu narsani maslahat bermayman. Xo'p, tushunarli deb o'ylayman. Endi esa untrennbare, ya'ni ajralmaydigan fe'llarimizni oldiga qo'shiladigan oldi qo'shimchalarda bu yerda ro'yxati bor. Qaysilar ular desanglar, g, b, r, emp, ent, fer, ser, mis. Endi shu yerda bir qoida bor, ya'ni bu tomonda ajraluvchilarda oldi qo'shimchalarni ko'p ekanini yodlashim kerak. Bu yoqda ajralmaydiganlar bor ekan, yodlashim kerak deyishingiz mumkin, lekin men sizga juda ham oson yo'lni o'rgataman. Bu yerda shunday qilib yozib chiqamanki, uni yodlashga oson. Masalan, qanday bu? Geber, emp, ent, fer, ser, mis. Qaytaramiz. Geber, emp, ent, fer, ser, mis. Endi siz ajralmaydigan oldi qo'shimchalarni yodlab olsangiz, bulardan tashqari hammasi albatta ajraluvchi bo'ladi. Xo'p, endi esa yana bir nechta misol ko'ramiz. Inkor gap bilan yoki so'roq gap bilan. Keyingisi gewinnen, ya'ni g oldi qo'shimchasi yordamida winnenga g qo'shdik. Gewinnen yutmoq degani, g'olib bo'lmoq degani. Gewinnt das Spiel nicht. U o'yinni yutmadi. Bu yerda o'sha oldi qo'shimchali fe'l o'z o'rnida tuslangan holda turibdi. Oldi qo'shimchasi o'zi bilan. Yoki savol tushsa qanaqa bo'ladi? Fe'l oldiga o'tadi. Gewinnt das Spiel, u o'yinni yutdimi? Keyingisi erreichen, yetmoq degani, erishmoq degani. Ich erreiche den Bus nicht. Men avtobusga yeta olmadim. Savoli, erreichst du den Bus? Avtobusga yeta oldingmi? Keyingisi entdecken. Entdecken degani biror narsani o'ylab topmoq degani. Entdeckt nichts. U hech nimani o'ylab topmadi, hech nimani kashf qilmadi. Keyingi agar wli savolimiz bo'lsa, ya'ni v fraga boradigan bo'lsa, birinchi wli so'zimiz, ya'ni was, keyin fe'l, keyin subyekt. Was entdeckt er? U nimani kashf qildi, u nimani topdi. Va oxirgi fe'limiz zerbrechen. Zerbrechen sindirmoq degani. Ich zerbreche das Glas nicht. Men stakanni sindirmadim. Savol nima bo'ladi? Zerbrichst du das Glas? Stakanni sindirdingmi? Xo'p, bu ajralmaydigan fe'llar, bu ajraladigan fe'llar va bitta qoida qoldi. O'rtadagi fe'llar bor. Bular ko'p emas. Oldi qo'shimchalari shunday bo'ladiki, bu oldi qo'shimchalar qaysidir so'zga qo'shilganda ajraladi, qaysidir so'zga qo'shilganda ajralmaydi. Keling misol yordamida ko'ramiz. O'rtadagimiz xuddi shu fe'llar. Masalan, unter. Unter oldi qo'shimchasi bor. Unter oldi qo'shimchasi qandaydir fe'limizga qo'shilsa ajraladi, qandaydirga qo'shilsa ajralmaydi.
Masalan, unterbrechen. Ich unterbreche die Sitzung, Ya'ni men majlisni yoki bir o'tirishni unterbrechen degani bo'lmoq, to'xtatmoq degani. Xo'p, bu yerda unter ajralmayapti, lekin keyingi so'zimiz untergehen. Ha? Yana unter faqatgina boshqa fe'l bilan kelyapti. Endi bu yerda gap tutsak, die Sonne geht unter. Quyosh pastga ketyapti, ya'ni quyosh botyapti degan ma'noda bo'ladi untergehen. Bu yerda unterli fe'l nima bo'lyapti? Ajralyapti. Ya'ni unter bilan keladigan birargi fe'llar ajraladi, birargilari ajralmaydi. Xuddi shunaqa über bilan keladiganlar ham. Übersetzen. Übersetzen degani tarjima qilmoq. Ich übersetze ein Buch. Men bir kitobni tarjima qilyapman. Überlaufen. Überlaufen degani die Milch läuft über. To'lib toshib ketib to'kiladi-ku, o'shani überlaufen deyishadi. Bu yerda die Milch. Milch nima edi? Milch bu sut. Die Milch läuft über. Ya'ni sut to'kildi, to'ldi va to'kilganidan to'kilib ketdi. Undan keyin oldi qo'shimchasi umziehen. Umziehen degani ko'chib o'tmoq, bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tmoq. Bu wir ziehen im Sommer Ya'ni biz yozda ziehen ya'ni umziehen, ko'chib o'tamiz. Bu yerda ajralyapti, ya'ni oldi qo'shimchasi oxirida. Umarmen degan fe'limiz bor. Umarmen quchoqlamoq degan. Bunda ajralmaydi. Umarmt seine Mutter. U o'zini onasini quchoqlayapti. Xuddi shunaqa. Endi bu yerda biz ro'yxatini berganmiz. Shu mix, ya'ni trenbaran va unterenbaran bo'la oladigan oldi qo'shimchalar ro'yxati. Bular qaysilar? Unter, über, wieder va wieder. Ikkalasini ajratib olinglar. Wieder bu qayta degan ma'noni beradi, ya'ni ie. Wieder, hali tez aytamiz, cho'zish yo'q. Wieder bu qarshi chiqish ma'nosida ishlatiladi ko'proq. Xo'p, videomiz o'z yakuniga yetyapti. Sizdan iltimos qilib qolardim, bu videoni diqqat bilan tomosha qiling. Agar iloji bo'lsa daftar olib, bu oldi qo'shimchalarni yozing va yodlang. Chunki nemis tilida sizga juda ham bu narsa qo'l keladi. Ya'ni oddiy fe'llardan tashqari oldi qo'shimchali fe'llarni ham yodlash sizga gap tuzishga yoki o'z fikringizni ochiqlashga juda ham qo'l kelishi mumkin. Menimcha bugungi mavzuda sizga tushuntira oldim deb o'ylayman. Agar savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentga yozing. Men u yerda sizga to'liqroq javob berishga harakat qilaman. Agar videolarimiz sizga yoqayotgan bo'lsa, foydali bo'layotgan bo'lsa, iltimos like, komment qoldiring va sog' bo'lasiz. Sizlar bilan Deutsch Sport jamoasi bo'ldi.